بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذي الإيمان فسبحان من إله قائم بتدبير الخلائق ورزقهم فلا يلهيه شأن عن شأن نشكره شكرا تنال به مواهب الرضوان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والخير والوفاء والإحسان وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا رحمن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بيعدد حمد سنالر حضرت پیغمبرimiz Muhammadul Amin sallallohu alayhi va sallamga salomu salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo Sayyidul Ayyom muborak juma kunini barchalarimizga fayzli qilsin. Juma namoziga qadam bosguvchilar, tashrif buyuruvchilar uchun yaratgan Parvardigor qancha ajr va savoblar va'da qilgan bo'lsa, iloho bizni sizga ham o'shancha savoblarni nasib va muyassar aylasin. O'tgan mohi sharifi Ramazonni Alloh taolo hammamizdan qabul aylagan bo'lsin. Hayitlarni o'tkazgan Eid kunlarini Parvardigor hammamizga muborak qilsin. Shavvolni ro'zalarini ham Alloh taolo ado etmoqlikka kuch-quvvat bersin. Hammamizga Alloh oson qilsin, hammamizdan qabul va maqbul aylasin. Allohumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna minar rashidin. Ya Alloh, barchalarimizga iymon va islomni, toat va ibodatni mahbub qilib ko'rsatgin, toat va ibodatlarga o'zing erishtirgin, kufr, nifoq, tug'yon va barcha yomonliklardan hammamizni Allohim o'zing xalos aylagin. Muborak mohi sharifi Ramazonda umra qilganlarni, xona-i Ka'bani ziyorat qilganlarni, Hazrati Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga salom berib, bizsiz jamoatni ham salomlarni yetkazganlarni ham ibodatlarni o'zing qabul aylagin. Kelgusi Ramazonlarni haramaynda ado etmog'imizni o'zing muyassar qilgin. Aziz jamoat, muborak Ramazoniy kunlarda bir-birimiz bilan moddiy va ma'naviy mehr va muhabbat, marhamat, birodarlik rishtalarini ancha mustahkamladik. Bir-birimizga ancha yaqin bo'ldik. 5 vaqt namozlarni imkon qadar jamoatlarda o'qishlikka harakat qildik. Tunda tarovih namozlariga, qiyom namozlariga birga bo'lishlikka harakat qildik. Ba'zi birodarlarimiz fazli ilohiy bilan Alloh taoloni marhamati bilan e'tikoflarga ham o'tirib, payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini bajo keltirdilar. Bir-birimiz bilan muhabbatda bo'lib, zakot, sadaqai fitr, mehr va muhabbat rishtalarini bog'ladik. Samimiyatni bir-birimiz bilan kanda qilmasligimiz, uzmasligimiz, bir-birimiz bilan hamisha xayr va barakotli jamoatda yashamoqlikka urinmog'imiz, harakat qilmog'imiz, bunga qadam bosmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom muborak hadislarida Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman deb marhamat qiladilar. Rahim qilguvchilarga Rahmon zot, marhamatli zot rahim qiladi deb aytadilar. Bandalarga rahim qilguvchi, mavjudot olamiga rahim qilguvchi, barcha narsalarga rahim qilguvchilarga Allohning o'zi rahmu marhamat qiladi. Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama dedilar. Ro'yi zamindagilarga rahim qilinglar,
oliy zot sizlarga rahmu marhamat qiladi deb marhamat qiladilar. Irhamu man fil ard, ro'y zamindagilarga rahim qilinglar. Kimlar? Bor mavjudot, bor maxluqot, bor jonzot borki, ularga rahim qiling, ularga muruvvat ko'rsating, ularga mehribonchilik qiling, qo'lingizdan kelgancha ularga rahmu marhamat qo'lini cho'zing. Oliy zot, yaratgan Parvardigor sizlarga rahim qiladi deb payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Alayhissalotu vassalomning o'zlari bizlar uchun namuna, bizlar uchun andoza edilar. Payg'ambar alayhissalom mo'minga ham, kofirga ham, jonzotga ham, nabotot dunyosiga ham, hayvonot dunyosiga ham bir xilda muruvvatli, marhamatli, xayru barakotli odam edilar. Payg'ambar alayhissalom rahmatan lil alamin, butun ro'yi zamin uchun marhamat edilar. Rahmatan lil mu'minin emas, rahmatan li bani adam emas, rahmatan lil alamin. 18 ming olam borki, payg'ambar alayhissalotu vassalom ularga rahmu marhamat edilar. Payg'ambar alayhissalomning marhamatlaridan bizlar dunyo va oxiratda saodatmand bo'lish kalitlarini topdik. Dunyo va oxiratda saodatli bo'lish yo'lini o'qishidan o'rgandik. Dunyomizni ham u zot obod qildilar, oxiratimizga ham u zot marhamat ko'rsatdilar. Hatto jannatga kirishimizda u zot shafoat qilib, Alloh bilan bizni o'rtamizga tushib, bizlarni gunohlarimizni kechirishlikka sabab bo'ladilar. Bu albatta ilohiy tarbiya. Siz ham mana shu tarbiyaga ergashmoqimiz, ulug' tarbiyali zotning tarbiyasidan andoza namuna olib, uni hayotga tatbiq etmoqimiz darkor. Yaratgan Parvardigor Oli Imron surasining 159-oyatida Fabima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innalloha yuhibbul mutawakkilin deb marhamat qiladi. Fabima rahmatin minalloh linta lahum, Allohning marhamati bilan, yaratgan Parvardigorning marhamati bilan ularga yumshoq muomala qilding. Demak, Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga marhamatni berdi. Odamizotga marhamatning birinchi nishonasi muloyim munosabatda bo'lishlik. Qolganlar bilan mehru muhabbat va muruvvat munosabatlarda bo'lishlik. Qolganlar bilan shirin zabonda, shirin tilda muomalada bo'lishlik. Allohning marhamati bilan ularga yumshoq muomala qilding. Qo'pol va toshbag'ir bo'lganingda edi, atrofdagilaring tarqab ketar edi. Ularni kechir, avf et. Ya'ni seni muomalanga, sen istamagan, sening muomalanga loyiq bo'lmagan javobni qaytarsalar, ularni afu etgin. Ularni kechirgin. Ularni gunohlarini o'tgin. Qo'pol munosabatlariga qo'pol munosabatda bo'lmagin. Allohdan kechirishni so'ra. Ya'ni ularni kechirishni Allohdan so'ragin. Ular bilan kengashib ish qil. Ya'ni ular bilan maslahat qil, shuro sol. Ba'zi kamchilik va nuqsonlarini ko'rib, ularni o'zingdan uzoqlashtirma. Vashavirhum fil amr. Odamizot kimga maslahat soladi? O'ziga teng deb bilganga, bir fikri bor, bir jo'yali maslahati bor deb bilganga Alloh marhamati bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnatlari bilan birovga maslahat soladi. Ya'ni ular bilan maslahat qilgin. Ya'ni ularni ham yuqoriroqqa yetaklagin. Ular bilan maslahat qilib, kengashib ish qilgin. Biror ish qilmoqchi bo'lsang Allohga tavakkal qil. Alloh tavakkal qilguvchilarni sevadi deb Parvardigor marhamat qiladi. Marhamatni, lutfni birinchi ko'rinishlaridan go'zal muomala, chiroyli munosabat, xush zabon. Bizlar bani odamga umuman
mo'min musulmonlarga xususan ozor berishdan qaytarilganmiz. Bani odamga umuman ozor berish mumkin emasligiga, xususan mo'min musulmonlarga ozor bermaslik shart ekanligiga Alloh taolo bizni chorlaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shunga bizni o'rgatganlar. Ahzob surasining 58-oyatida "Vallazina yu'zunal mu'minina val mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan va isman mubina" deb Alloh marhamat qiladi. Mo'min va mu'minalarga qilmagan ishlari, qilmagan jinoyatlari, qilmagan gunohlari uchun ozor berguvchilar og'ir gunoh qilgan bo'ladilar deb Alloh marhamat qiladi. Ya'ni mo'min musulmon bir gunohni qilmagan bo'lsa, bir ishni qilmagan bo'lsa, tasdig'i topilmagan bo'lsa, hujjat bo'lmasa, uni tuhmat qilish, unga buhton qilish nihoyatda og'ir gunohi azim hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom kaboir gunohlardan, katta gunohlardan nima deydilar? Qazful muhsanat al-mu'minat al-g'ofilat. Eng katta gunoh yomon ishlardan xoli bo'lgan, yomon ishlardan bexabar bo'lgan ayollarni yomon ishga ayblash, ularni yomon otliq qilish eng katta gunoh, 7 katta kabiraning bittasi deb Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar. Hazrati Rasuli akram alayhissalomdan Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam takuffu sharraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Odamlardan yomonlikni tiyishliging, odamlarga aziyat bermasliging aslida o'zingni o'zingga qilgan sadaqangdir. O'zingga qilgan sadaqangdir, o'zingga qilgan yaxshiligingdir. Birovga yomonlik qilsang, nafaqat unga, undan oldin o'zingga qilgan yomonligingdir deb Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Mo'min musulmonlarga, odamiy zotga, Allohning mavjudotlariga yomonlik qilish mudhish jinoyat. Olimlar aytadilar-ki, birinchidan mo'min musulmon qalbini, niyatini, qasdini bunday yomonliklardan xoli qilmoqi darkor. Qalbimizni mo'min musulmonga yomonlik qilishdan xoli qilishimiz kerak. Mo'min musulmonga, odamizotga yomonlik qilishni niyat qilmaslik kerak. Qalbimiz faqat mo'min musulmonga nisbatan pokiza bo'lishligi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga buni uqtiradi. Va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka raufur rahim. Ya Rob, mo'min musulmonlar erta-yu kech duo qilishadi. Ya Rob, qalbimizda mo'min musulmonlarga nisbatan g'ilu kudratu kina qilmagin. Kudrat, g'il kudrat. Nima degani bu? Loyiqa degani. Ya'ni mo'min musulmonga nisbatan qalbimizni faqat shaffof qilgin. Mo'min musulmonga nisbatan qalbimizni g'il-g'ishli qilmagin, loyiqa qilmagin. Mo'min musulmonga nisbatan faqat chiroyli muomala va munosabat qilishni qalbimizga tugib yurmoqimizni nasib qilgin deb Alloh taolo bizlarga buni uqtiradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak hadislarida bu hadisni, bu voqeani hammamiz bilamiz. Masjid eshigidan bir kishi kirib keladi. Tahorat olgan, tahorat suvlari soqollaridan oqib turibdi. Hatto tahoratdan keyin artinmagan. Nima uchun? Artinishga deydilar, matosi yo'q. Artinish uchun sochiq kerak, sochig'i ham yo'q. Shu qadar kirib kelgan 2 rakat namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom u kirishdan oldin nima deydilar? Kimiki jannatiy odamga qaramoqchi bo'lsa, jannatiy odamni ko'rmoqchi bo'lsa, hozir eshikdan kiradigan odamga qarasin. O'sha odam kirib keladi, 2 rakat namoz o'qiydi, chiqib ketadi. Ikkinchi kun Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan o'tiribdilar. Kimiki dunyoda, ro'yi zaminda hali o'lmay turib, jannatiyligi muqarrar bo'lgan odamga qaramoqchi bo'lsa, ko'rmoqchi bo'lsa, qarasin, hozir eshikdan kirib keladi deydilar. Aynan kechagi odam
tahorat qilib kirib kelyapti. 3 kun ham xuddi shunday. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu nima dedilar? 2 rakat namoz o'qigandan keyin unga ergashdim. Orqasidan bordim. Yakka xoli qolganda u bilan salomlashdim. Aytdimki, ey birodar, 3 kundan beri sizni jannatiy ekanligingizga payg'ambar alayhissalatu vassalom xush xabar beradilar. Hazrat Rasululloh sizni 3 kundan beri jannatiy deydilar. Qarayman, kuzataman, sizga bir ortiqcha narsa yo'q. Hatto bitta matoyingiz ham yo'q, sochiqingiz ham yo'q, u bilan artinsangiz. Nima xislatingiz bor? Sizga nima odat bor? Qanday ortiqcha ibodat borki sizni jannatiy bo'lishlikka u yetakladi? Payg'ambar alayhissalom 3 kundan beri sizni jannatiy deydilar. Bir marta ham emas. O odam nima dedi? Ibn Umar, laysa li kathratu salatin wala siyamin wala sadaqa. Ey Ibn Umar, ortiqcha namozim ham yo'q. Ortiqcha ro'zam ham yo'q. Ortiqcha sadaqam ham yo'q. Mehnatkash odamman. Ko'p ibodat qila olmayman. Mehnat qilishim kerak. Sadaqa ham bera olmayman. O'zim ahvolim shu qadar. Aytganingizdek, ko'rib turganingizdek. Lekin menda bir xislat bor. Mo'min musulmonga nisbatan qalbimda hech bir yomonlik yo'q. Qalbimda mo'min musulmonga nisbatan hech bir yomonlik yo'q. Bitta meni qoidam bor. Iltamis li akhika uzran walau 70 uzr. Bir mo'minni xato qilganini ko'rsang, 70 ta uzr bo'lsa ham qidirib ko'rgin. Uxlab qoldi, charchagandir, kechqurun tahajjudga turgandir, mazasi yo'qdir va hokazo. Ya'ni 70 ta ayb bo'lsa ham men qidiraman, lekin uni ayblamayman. Mo'min musulmonga nisbatan niyatim pok. Abdulloh ibn Umar payg'ambar alayhissalomga shuni mujdasini berdilar, xabarini berdilar. Ya Rasululloh, unga ergashib bordim. Shunday voqealar bo'ldi deganda, qalb pokligi uni jannatiy qildi deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Qalbning pokligi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Nur surasining 19-oyatda bizga bashorat beradi. Bu oyat sahoba ikromlarni uyqularini o'chirgan. Bu oyat sahoba ikromlarni g'amga cho'mdirgan. Bu oyat sahoba ikromlarni qalblarini ushlab, meni do'zaxiy qilma degan nolalarga majbur qilgan. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mu'minlar orasida yomon gap tarqalishga o'ch kimsalarga bu dunyoyu u dunyo alamli azob bor deb Alloh xabar beradi. Innal ladzina yuhibbun, arab tilida yuhibbun xohlaydilar, istaydilar. Shuni tarafdori. Mo'min musulmonlar ichida yomonlik, gunoh, fisq va fujur tarqalishining tarafdori o'zi qilgani yo'q. Shuni xohlab turadi. Tarafdor. Koshki bir gunoh bo'lsa, koshki bir ma'siyat bo'lsa, o'zi qilgani yo'q. Alloh nima deydi? Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. U dunyoyu bu dunyo ularga alamli azob bor. Nafaqat u dunyoda, bu dunyoda ham alamli azob, u dunyoda ham alamli azob. Endi qaraylik. Qalb pok bo'lishi kerak, qalblarimiz. Hali bu o'zi gunoh qilgani yo'q. Bu fohishaxona ochgani yo'q. Bu aroq zavod ochgani yo'q. Bu hali yarim yalang'ochlarni suratlarini chiqarib qo'ygani yo'q. Bu musulmonlarni yo'ldan adashtirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda yomonlikni, behudolikni joylashtirgani yo'q. Bu hali hech ish qilgani yo'q. Faqat xohlab turibdi shunga tarafdor. Tarafdorlar dunyo va oxiratda alamli azobda. Ana endi u ishni qilsa-chi? Mo'min musulmonlarni e'tiqodlariga, g'oyalariga, hayotlariga, turmushlariga, oilaviy munosabatlariga, ilm olishlariga yomonlikni bevosita qilsa-chi, Alloh panoh bersin. Alloh taoloning o'zi ofiyat bersin. Ularga nechog'lik mudhish azoblar bor ekanligini Allohning o'zi biladi. Alloh bu bilan nima deyapti? Qalblaringizni tozalanglar. Mo'min musulmonlarga aziyat bermanglar, lekin aziyat bermaslikni avval qalbga tuginglar. Aziyat bermayman, azor bermayman denglar. Chunki
a'zolar qalbning buyrug'ini qiladi-da. Qo'l qachon ko'tariladi? Qalb ko'tar desa ko'tariladi. Muruvvat va marhamat, birovga ehson va xayr qachon bo'ladi? Aqlu qalb aytsaki muruvvat qil desa keyin bo'ladi. Demak bu oyati karimadan hammamiz ibrat olib, qalbimiz bilan avval ozor bermasligimiz kerak. Keyingisi payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Bir kishi bor, moli davlatli, dunyodor, Alloh lutfu marhamat qilgan, pul bor, faqat gunoh yo'liga sarflaydi. Faqat gunoh, ma'siyat, yomonlik, xalqni adashtirish va hokazo yo'lda sarflaydi. Alloh taolo unga dahshatli azoblarni beradi. Ana endi yana bir odam bor, u xohlaydi. Nimani? Agar menda ham shuncha mol bo'lganda edi, o'sha qilgan ishni men ham qilaman deb. Favizruhuma sawa. Gunoh va ma'siyatda har ikkalasi bir xil. Unisi-ku mol sarflab oldi, bunisi niyat bilan o'sha gunoh va ma'siyatni oldi. Gunoh va ma'siyatni hech ish qilmasdan, mol sarflamasdan o'sha gunohga qoldi. Alloh panoh bersin. Payg'ambar alayhissalatu vassalom keyingi hadislarda la yazalur rajul yakzib va yataharral kadhib hatta yuktaba indallohi kazzaba. Bir odam yolg'on gapiradi. Odamlarni mudom aldab yuradi. Yana bir odam esa yolg'onchilikni niyat qilib yuradi. Taharri degani niyat. Yolg'on gapirgani yo'q hali. Yolg'on gapiraman, uni aldayman, buni aldayman, buni aldayman, buni aldayman. Uydan chiqyapti, faloncha yo'limga chiqsa, uni aldayman, bismadoncha chiqsa, uni aldayman deb yuribdi. Yolg'on gapirgani yo'q. Hali ular buni yo'lidan chiqadimi, yo'qmi Xudo biladi. Qalbidan o'tkazgan yolg'oni oqibat buni yolg'onchi qiladi deb payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytgan ekanlar. Demak, hammamiz avvalo qalbimizda niyat qilmoqligimiz, musulmonga ozor bermaslikni qalbimizga tugmog'imiz darkor. Eng mudhish gunohlardan Imom Abu Dovud Hazrati payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan rivoyat qilgan hadisda: "Ya ma'shara man amana bi lisanihi va lam yadkhul al-iman qalbahu fala taghtabu al-muslimin va la tattabi'u awratahum fa innahu man ittaba'a awratahum yatba'u Allahu awratahu va man yatba'u Allahu awratahu yafdahuhu fi baytihi." Ey tili bilan iymon keltirib, diliga hali iymon tushmaganlar, musulmonlarning ayblarini qidirmanglar. Mo'min musulmonning aybini qidirmang. Kimiki mo'min musulmonning aybini qidirishga tushsa, Alloh taolo uning aybining payda bo'ladi. Alloh taolo uni aybini qidirsa, payda bo'lsa, Alloh uyda bo'lsa uni sharmanda qiladi deb payg'ambar alayhissalatu vassalom hadis-i shariflarida aytadilar. Asrlar o'sha xalqimiz, millatimiz, ajdodlarimiz bir-birlariga faqat yaxshilik istaganlar. Bir-birlariga faqat neklik istaganlar. Bir-birlarining ayblarini yopganlar. Pardapo'sh bo'lganlar. Birovni pardasini yetmaganlar. Birov cho'kayotgan bo'lsa, birov toyilgan bo'lsa, yugurib borib unga qo'l berganlar. Darrov cho'ntaklaridan sotkalarini olib chiqib uni suratga olishni boshlamaganlar. Uni cho'kishni xalqqa doston qilmaganlar. Shariatimiz shuning uchun aybni, nuqsonni yopishni istaydi. Shariatda Alloh panoh bersin, birov zino qilsa, unga jazo qo'llaniladi, oliy jazo. Lekin unga bu jazoni isbot qilishlik uchun hujjat kerak. Hujjat nimadan iborat? 4 ta aqli raso, to'g'ri so'z erkak aynan o'sha voqeani o'sha joyda aynan voqea ustida ko'rishligi shart ko'zi bilan. 3 ta bo'lsa ham bo'lmaydi, 2 ta bo'lsa ham bo'lmaydi. Agar bittasi bola bo'lsa ham bo'lmaydi, 4-inchisi ayol bo'lsa ham bo'lmaydi. Sahoba-i kirom nima deydi? "Ya Rasululloh" deydi. Buni iloji yo'q. 4 ta odamni ushlab, 4 ta odamni shariat aybu, kamchiliku, gunohlar oshkora bo'lishligini xohlamaydi. Chunki kasratul misas tumitul ihsas. Odam bir narsani ko'p eshitaversa, ko'p ko'raversa, unga nisbatan sezgirligi o'ladi.
jamiyat pokiza bo'lsin, jamiyat tohir bo'lsin, jamiyat yaxshiliklar bilan obod bo'lishligini dinimiz bizdan talab qiladi. Asrlar osha yurtimiz mana shunday ulug'vor g'oyaga birlashgan. Yurtimizda turli din, konfessiya vakillari bir vaqtni o'zida yashaganlar. Asrlar osha xristianlar, yahudiylar, boshqa din vakillari, boshqa e'tiqod vakillari bir yurtga, bir diyorga hammalari inoq, ittifoq yashaganlar. Alhamdulillah yashab ham kelyaptilar. Yurtboshimiz bevosita yangi O'zbekistonda bu tamoyulni yana mustahkamlash, yana takomillashtirish to'g'risidagi qator ko'rsatmalarni berdilar. Xususan 27-fevral kuni Xivada bo'lgan anjumanda dinlar o'rtasidagi muhabbatni, mehrni yana iliqlashtirish, yana jipslashtirish to'g'risida qator ko'rsatmalarini berdilar. Alloh taolo yurtga tinchlik bersin, osoyishtalik bersin. Hammamizga Parvardigor olam xayr va barakotni nasibu muyassar aylasin. Mehrda, muhabbatda, samimiyatda hayot kechirmoqimizni Robbim nasib aylasin. Ramazondan oldin ba'zi juma muboraklarida Alloh taoloning kalomidan ba'zi oyatlar sharh va tafsiriga to'xtalib o'tayotgan edik. Baqara surasining 197-oyatida Alloh taolo hammamizga quyidagi marhamat bilan murojaat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haj muayyan oylarda amalga oshiriladi. Hajni niyat qilgan odam u tugaguncha xotiniga yaqinlashmaydi, fisq va fasod qilmaydi, janjallashmaydi. Xayrli ish qilsangiz Alloh albatta mukofotlaydi. O'zingiz bilan oziq-ovqat olib oling. Eng yaxshi ozuqa taqvo, qo'rquvdir. Mendan qo'rqing, ey aqli rasolar, deb Alloh marhamat qiladi. Bundan oldingi oyatlarda Parvardigor haj to'g'risida va umra to'g'risidagi mavzularni bizlarga marhamat qilib aytgandi. Va atimmul hajja val umrata lillah. Alloh uchun haj va umrani mukammal ado eting deb Alloh buyruq bergandi. U oyatdan keyin 197-oyatda ham hajga doir, uning vaqtiga oid, undagi ba'zi farz va vojibotlar, odob va axloqlar to'g'risida Alloh taolo bu oyatlarni zikr qilyapti. Birinchisi al-hajju ashhurun ma'lumat. Haj muayyan oylarda ado etiladi. O'sha oylardan boshqa oylarda haj ado etilmaydi. Hajga ihrom bog'lanmaydi. Hajga ihrom bog'lasa ham umra qiladi-yu ihromidan chiqadi, haj bo'lmaydi. Hajning birinchi oyi Shavvol. Shavvol, Zulqa'da va Zulhijjaning 10 kuni. Ana shunday. Shavvol hozir haj oyi. Haj boshlandi. Zulqa'da va Zulhijja. Bu nima uchun? Masalan, birov hozir hajni niyat qildi, ihromni bog'ladi, tamattu'ni niyat qildi, bordi, xonai Ka'bani tavof qildi, umra qildi, umrasidan chiqdi, tamattu hajini nima qilgan? Niyat qilgan. Umradan chiqdi. Tamattu hajini umrasi deb niyat qilib chiqdi. Keyin 8-Zulhijja 2 oydan keyin 8-Zulhijja kelganda hajni ihromini kiydi. Bo'ladi. Ammo birov Ramazonda tamattuni umrasini qilsa bo'lmaydi. Masalan, birov nima qildi? Hajga boraman dedi. Ihromni bog'ladi bugun. Velosiped bilan, mototsikl bilan, mashina bilan yo'lga chiqdi. 2 oyga Ka'baga yetib boradi. Hajni niyat qilgan. Bemalol tamattu hajni ihromini niyat qilsa bo'ladi. Ya'ni ana shu paytlarda hajni niyat qilinadi. Haj ihromi bog'lansa bo'ladi. Shuning uchun qadimda nimalar bor? Gaplar bor edi. Buxorodan yo falon joydan ihrom bog'lab hajga chiqdilar. To'g'ri, 2 oy oldin demak ihrom bog'lasa bo'ladi.
borib umrani qiladi va hajni kutadi. Umrasi o'sha qiladigan tamattu hajining umrasi sifatida o'tadi, maqbul bo'ladi. Faman farada fihinnal hajja, anida Alloh vaqtini aytdi. Vaqti soatini aytdi. Ana endi kimiki Alloh taolo farz qilgan hajni ado etishlikni niyat qilsa, hajni odob, axloqlariga rioya qilsin. O'zi xohlaganday, o'zi istaganday emas. Hajga ba'zi moddiy va ma'naviy taqiqlangan ishlar bor. O'shalarga rioya qilsin. Fala rafath wala fusuq wala jidala fil haj. Rafath bu oilaviy munosabat, qovushish. Ihromdagi odam ayoli bilan qovushmasin. Bu demak moddiy taqiqlar bular. Demak hajga kirgan odam nima qilmaydi? Ahli oilasi bilan birga bo'lmaydi. Soch soqoli, badandagi tuklarni ketkazmaydi. Tirnog'ini olmaydi. Xushbo'y narsalar sepmaydi. Erkak bo'lsa tikilgan narsalarni, bichilgan narsalarni kiymaydi. Ayol bo'lsa yuzini yopmaydi. Erkak boshini yopmaydi. Mana bu narsalarga diqqat qilsin. Hoji uchun, ihromdagi odam uchun taqiqlangan narsalarga rioya qilsin. Rioya qilmasa jinoyat bo'ladi. Fala rafath. Qilmasin bu ishni. Oyati karimada Alloh shundan boshlanyapti. Demak, birinchi mu'min uchun hissiy taqiqotlar. Wala fusuq, fisqu, fujuru, gunohu, isyon ham qilmasin. Yolg'on gapirmasin, birovga bo'xton qilmasin, o'g'rilik qilmasin, gunoh qilmasin. Ana endi keyingi darajaga o'tsin. Badanini hojilik maqomi bilan ihrom o'radimi? Ani endi a'zolarni ham hoji qilsin, a'zolar ham tiyilsin, tili gapirmasin, noto'g'ri, noshoista ishni, qo'li va hokazo va hokazo. Wala jidal, atrofdagilarga ham zarar yetkazmasin. Mujodala qilmasin, birov bilan tortishuv qilmasin, birovni g'azabini chiqarmasin, birov buni g'azabini chiqarganda bu unga g'azab bilan javob bermasin. Oyati karimaning bu qismi bilan Alloh taolo hoji odamga, ihromga kirgan odamga ba'zi taqiqlangan ishlar borligini uqtiryapti. Ba'zisi moddiy, ba'zisi ma'naviy. Va ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Alloh. Ana endi uni kiymang, buni kiymang, birovni g'azablantirmang, janjal qilmang, fusuq qilmang, u qilmang, bu qilmang. Yaxshilik qiling. Savob ishlar qiling. Yaxshi gapiring, yaxshi amal qiling, bilib qo'ying. Nima yaxshilik qilsangiz Alloh mukofotlaydi. Oyati karimada va ma taf'alu min khayrin, falon ish emas, nima qilsangiz. Birovni yo'ldan aziyatni olib tashladingiz, birovga ihromiga yordam berdingiz, birovni talbiyasiga yordam berdingiz, birovni namoziga yordam berdingiz va hokazo. Nima ish qilgan bo'lsangiz Alloh albatta mukofotlaydi. Va tazawwadu, hajga chiqqan odam quruq qo'l bormasin. Zodu rohila, oziq ovqat olib oling. Ba'zi hojilar nima qilardilar? Ilohiy ta'limotni xato tushunardilar, tavakkal qildik deb chiqardilar. Uydan chiqyapti, ihromini bog'lagan, oziq ovqat qani, zodu rohila qani, tavakkal qildik derdilar. Tavakkal tushunchasini noto'g'ri anglar edilar. Alloh aytayapti, yo'q, tavakkal sizlar tushunganday, sizlar o'ylaganday emas, tavakkal Alloh aytganday. Zodu rohilani oling. Birovga zararingiz tegmasin, birovga og'iringiz botmasin. Chiqqanlar nima qilishardi? Och qolsalar birovni suvini, birovni nonini, birovni ulovini tortib olishardi. Alloh aytayapti, bunday qilmang. Fa inna khayraz zadit taqwa. Zodu rohila, oziq ovqat, zaxiraning eng yaxshisi taqvodir. Bu yerda uydan chiqyapsizmi? Hajga boryapsizmi? Xonai Ka'baga boryapsizmi? Nima qiling? Ikki xil o'zingizga ozuqa, ikki xil zaxira jamlang. Birinchisi ko'rinadigan oziq ovqat ulov zaxirasi, ikkinchisi taqvo, xudo tarslik, niyat zaxirasi. Har ikkalasi agar birlashsa mukammal haj bo'ladi deb Alloh marhamat qildi. Fa inna khayraz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ey aqli rasolar, meni azobimdan, meni iqobimdan, meni jazoyimdan, men yuqorida aytgan buyruqlarga amal qilmaganlarga ilohiy iqobdan qo'rqing. Parvardigori olamdan qo'rqing.
Alloh haq subhanahu va taoloning azobidan, iqobidan qo'rqing deb Parvardigor olam bu yerga marhamat qilyapti. Bu yerda Alloh taolo muayyan muddat bilan boshladi, oxirida esa aql rasolar bilan oyat tugadi. Demak, aql rasolar, ulul albab degani, lub degani mag'iz. Mag'iz. Aql rasolargina ilohiy amru farmonlarga, rabboniy ko'rsatmalarga labbay deb javob beradilar va ilohiy ko'rsatmalarni ado etadilar. Aqlsizlar esa o'zlari xohlaganday qiladilar, o'zlari xohlaganday yo'l tutadilar. Hoji mana shunday narsalardan saqlanmog'i darkor bo'ladi. Imom at-Tirmiziy rahimahullohu taolo va Abd ibn Humayd o'zlarining musnadlarida quyidagi hadisni keltiradilar. Qala Abd ibn al-Humayd fi musnadih haddathana Ubaydullah ibn Musa an Musa ibn Ubaidah an Abdullah ibn Ubaidillah an Jabir ibn Abdullah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar, kimiki nusuk degani haj yo umra, haj yo umrani risoladagidek ado qilsa, qolgan musulmonlar uning tili yu qo'lidan omonda bo'lsalar, o'tgan barcha gunohlari kechiriladi deb marhamat qiladilar. Bu hadis juda yengil ko'rinadi, juda oson o'tadi, lekin juda mushkil, juda bajarishi oson bo'lmagan hadislardan. Payg'ambar alayhissalom nima deyaptilar? Kimiki nusukni, haj va umrani ado etsa, risoladagidek, qolgan musulmonlar uning tili yu uning qo'lidan ozor va aziyat chekmasalar, birovga aziyat bermasa, haqiqiy haj o'shaniki o'tgan gunohlari kechiriladi deb aytadilar. Umar roziyallohu taolo anhu umraga kirib keldilar. Endi Hazrat Umar juda baquvvat edilar. Barvasta, quvvat sohibi, tavofni boshlayaptilar. Hajarul Asvadni ziyorat qilishlari kerak. Hajarul Asvadga bosib bordilar. Odamlar bu kishini quvvatlari oldiga dosh bermadi, chekinaverdi. Hajarul Asvadga yaqin boraman deganda yelkalariga bir qo'l tushdi. Qarasalar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'llari. Ya Umar dedilar. Ey Umar, bu yer sen o'ylagan kuchni ishlatadigan joy emas. Bu yer bunaqa kuch qudrat ishlatadigan joy emas. Bu yer muloyimlik, latiflik, mo'min musulmonlarga ozor va aziyat bermaslik o'rni deb payg'ambar alayhissalatu vassalom u kishiga ko'rsatma berdilar. Shuning uchun ana alhamdulillah juda ko'p birodarlarimiz qadr kechalarini, xatm kechalarini, hayitlarini haramga o'qib keldilar. Aziyat bermaslik, ozor bermaslik, nihoyatda chiroyli munosabatda bo'lishlik juda qiyin ibodat ekanligini ko'rib keldilar. Yuraman desangiz birovga tegilib ketasiz, boraman desangiz birovni turtishingizga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhissalom shuning uchun shuni qo'shdilar. Musulmonlar uning qo'lidan va tilidan ozorlanmasin deb Hazrat Payg'ambar alayhissalom aytdilar. Hammamiz hajni niyat qilamiz, hajniga tayyorgarlikni ko'ramiz, ham moddiy, ham ma'naviy tayyor bo'lmog'imiz darkor. Fa inna khayraz zadit taqwa. Alloh taolo bu oyatda va tazavvadu deyapti. Fa inna khayraz zadit taqwa. Oziq-ovqat olib olinglar bu dunyo uchun. Taqvo eng yaxshi zaxiradir bu oxirat uchun. Dunyoda oziq-ovqat olib olishligimiz, oxiratda taqvo zaxirasini qilishligimizga Alloh uqtiryapti. Alloh taolo hammamizga hajlarni nasib qilsin, ibodatlarni dargohida qabul aylasin. Bu yil muborak haj safariga otlanganlarni Alloh taolo taqvo libosi bilan, dunyo zodi rohilasi bilan mukammal o'zi ta'minlamog'ini nasib aylasin. An Abi Ayyub al-Ansari qol
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. Kimiki Ramazon oyining ro'zasini tutsa, undan keyin 6 kun Shavvol ro'zasini tutsa, bir yil mukammal ro'za tutganning savobini Alloh taolo unga beradi. Ramazonning nihoyasiga yetishligi bizni xursand qiladi. Oyning nihoyasiga yetgani emas, Ramazondan qutulib olganimiz emas, Ramazondan xalos bo'lganimiz emas. Vaholanki xursandchiligimiz tavfiqi bilan, inoyati bilan, Alloh taoloning marhamati bilan bir oy ro'za olishlikka Alloh imkoniyat berdi. Bir oy davomida tarovih namozlarini o'qishlikka Parvardigor olamning o'zi marhamat qildi. Xursandchiligimiz ibodatni mukammal qila olganimizda, xursandchiligimiz Alloh taologa yaqin bo'la olganimizda. Shuning uchun bu ibodatni ham 6 kun Shavvol ro'zasini ham xursandchilik bilan kutib olamiz. Dinimizga mustahkam bo'laylik, e'tiqodga sobit qadam bo'laylik. Eng katta sarmoyamiz, eng kerakli sarmoyamiz, eng asqotadigan sarmoyamiz din sarmoyasi, oxirat sarmoyasidir. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Alloh taolodan iltijo qilib so'rar edilar: "Va aslih li dinana allazi huwa ismatu amri." Ya Rab, barcha ishlarimning negizi bo'lgan, barcha ishlarimning o'qi mehvari bo'lgan dinimni salomat tut deb aytar edilar. Ramazonni tutdik, ibodatlarni qildik, Allohning haqqini ado qilib qo'ydik degani emas. Alloh taoloning haqqi to tirikmiz zimmamizda. Wa'bud robbak hatta ya'tiyakal yaqin. Ey Muhammad alayhissalom, to tiriksan, Robbingga ibodat qilavergin. Yaratgan Parvardigorni haqqini hargiz ado eta olmaymiz. Yaratgan Parvardigorning atosiga hargiz shukrona qila olmaymiz. Har kuniki umr ko'ramiz, har bir ibodatgaki musharraf bo'lamiz. Allohning haqqi zimmamizga yana oshadi. Alloh taolo shu ibodatni bizga nasib qilgani va shunga erishtirgani uchun bir Ramazon o'tdi. Marhamati ilohiy bilan ro'za tutdik. 30 kun ro'za tutdik, bir oy ro'za tutdik, bir oy qiyomul layl qildik, bir oy Qur'on kalomiga musharraf bo'ldik, zakotlarni berdik, fitr sadaqalarni berdik. Bularni hammasiga Alloh taolo bizlarni erishtirdi. Alloh muvaffaq qildi, Alloh tavfiq berdi, imkoniyat berdi, sog'lik berdi, mol berdi. O'zi hammasini Alloh nasib qildi. Demak, ilohiy haq Alloh oldidagi qarzimiz yana Alloh oldiga oshdi. Ibodatdan chiqib yana ibodatga mustahkam bo'lmog'imizni nasib qilsin. Ilohiy marhamat bilan Payg'ambar alayhissalom fursatni bizga bashoratni beryaptilarki, Ramazonni tutib, kimiki yana 6 kun Shavvol ro'zasini tutsa, Alloh taolo 1 yil ro'za tutganni unga ajrini beradi deb, Alloh taolo ro'zalarimizni qabul qilsin. Shavvol ro'zalarini tutmoqlikni hammamizga muyassar qilsin. Ikki dunyoda hammamizni saodatman aylasin. Amin va rabbul alamin.